Bir so'm pulsiz mutlaqo tekinga mana shunaqa benzapila olgan bo'larmidingiz? Ko'rib turgan benzapilangiz boshqa do'konlarda 500 ming, 600 ming sotilayotgan benzapilani endi biz sizga tekinga beraveramiz. Tekinga mana shunaqa benzapila olmoqchi bo'lsangiz, hoziroq mana shu videoga bir dona like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb yozadigan bo'lsangiz, tekinga mana shunaqa benzapila yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, to'liq ma'lumotlarni berib o'taman. Va undan tashqari ko'pchilik so'ragan, ukam, uyimga, xo'jaligimga ishlatish uchun motoblok olmoqchiman. Lekin eng kattasi bo'lsin hamda eng baquvvati bo'lsin degan akalarimizga e'tibor berasizlar. Motobloklarning ichida eng katta baquvvati bo'lgan Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan boshqa turdagi motobloklarning ichida sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham ancha baquvvat bo'lgan modeli yetib kelgan. Hozir buni ma'lumotlari narx-navosigacha tanishtirib o'taman va videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, tekinga mana shunaqa benzapila yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu motoblogimiz bo'lmasa ma'lumotlarni boshladik akalar. Motorlariga ahamiyat berasiz. Motori eng katta bo'lgan 192 F motor 17 ot kuchlik benzinli motoblok hisoblanadi. Bu Texa motobloklarini ko'pchilik biladi. Boshqa motobloklardan ko'ra sifat tomonlama, quvvat tomonlama, ishlash tomonlama baquvvat bo'ladi. Shuni hisobiga bu motobloklarning korobka qismlari ham boshqa motobloklarning korobka qismida e'tibor berasizlar. Ancha katta hamda baquvvat korobkalar qo'yilgan bo'ladi. Shuni hisobiga bu motoblokning roli ham gidravlikali bo'ladi akalar. E'tibor beringlar. Bu motoblokning qulay tomonidan yana bittasi, bu motoblokni haydab ketayotganingizda rolni o'ngga yoki chapga burmoqchi bo'lsangiz, tortib, qiynalib burish shart emas. Yer haydab ketayotgan jarayoningizda o'ng tomonga burilmoqchi bo'lsangiz, o'ng ruchkani bossangiz, motoblok o'ng tomonga o'zi avtomatik burilib bera oladi. Chap ruchkani bosadigan bo'lsangiz, motoblok o'zi avtomatik chap tomonga burilib ishlab beradi. Motobloklar ichida aytib o'tganimda eng sifatlisi hamda rollari tomonlama eng qulayi ham mana shu bo'ladi akalar. Motorni aytib o'tdim, 17 ot kuchli motor bilan jihozlangan bo'ladi. Yurishlari zavodnoy orqali yarimta tortganingizda zavodit olib, juda ham yaxshi sifatli ishlab bera oladi. Starter akkumulyatorlar qo'yilgan bo'ladi. Bemalol kalitni bosib zavodit qilib ishlatsa bo'ladigan model hisoblanadi akalar. Rollariga ahamiyat berasizlar. Rollari uzun qilib ishlangan, yer ichida ishlatish uchun juda ham qulay model. Kechki paytda yurish uchun ham oldi tomoniga LED faralar bilan jihozlangan, bemalol svetlarini yoqib ishlatsanglar ham bo'ladi. Freza qismiga ahamiyat bersanglar, frezalari eng qalin frezalardan qo'yilgan bo'ladi. Boshqa motobloklardan ko'ra ancha baquvvat freza hisoblanadi akalar. Korobka qismlari aytib o'tganimdek, katta 450 talik baquvvat korobkadan qo'yilgan. Shuni hisobiga boshqa motobloklardan ko'ra ham baquvvatroq hamda sifatliroq ishlaydi. Uzoq umr ishlataman, baquvvatrog'i bo'lsin, sifatlirog'i bo'lsin degan akalar, har doim sizlarga mana shu Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan, rollari 360 gradusga buriladigan, juda ham qulay qilib ishlangan, 1 yildan garantiyalari bor motoblogini tavsiya qilamiz. Bizda motoblogda turlari ko'p, assortiment juda ham ko'p, lekin biz har doim bilasizlar, Texa firmasini tavsiya qilamiz, chunki bu Texa firmasi sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng zo'r baquvvat motobloklarda ishlab chiqazadi. Xo'p, narx-navosiga o'tamiz. Narx-navosi komplektda freza, tormoz, dokument, kulich, muluch hamma narsasi bilan original modeli 8 million 800 ming so'm, prostoy modelini 8 million so'mdan berib yuboryapmiz akalar. Xo'p, boshqa turdagi motobloklar ham qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsanglar bo'ladi akalar. 5 ot kuchidan boshlab 17 ot kuchigacha
istalgan turdagi motoblokni bizdan topishinglar mumkin. Videoni boshida akalar aytib o'tdim, tekinga 1 so'm pulsiz benzapila beraman dedim. Benzapilani olish sharti juda ham oddiy. Biz do'konga kelasiz, shu yerda turgan 100 xil oshiq motoblokdan bittasini o'zingiz uchun xarid qilasiz, arzon narxlarda kelishib xarid qilasiz va do'konning ichiga kirsangiz, benzapilalar, mana elektrический pilalar hammasi bor. Kelib, mana shu to'g'rida turgan barabandni aylantirasiz. Bu barabandning ichida hozir ko'chada ko'rsatib o'tgan benzapila, mana bunaqa pichalka apparatlari, shurpoyo'r, bolgarka, drill, kulush nabor, shunga o'xshagan 100 xil oshiq instrument shu barabandga qo'yilgan. Kelasiz, mana shu barabandni aylantirasiz va shu barabandni nima instrument tutsa ham sotib olgan motoblogingizga tushgan instrumentni tekinga berib olamiz. Shuni hisobiga videoga bitta like bosib, biz do'konga kelib, o'zingizga yoqqan bitta motoblogni xarid qiling va barabandni aylantirib, yaxshi sovg'alarni tekinga olib keting. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.